Bugun dersimiz beliq damlab go'sht qovurmasi. Bunun keyingi materiallardan go'sht, sabzi, ma'nosh qarmur, qizil laza, tarxamak, undan keyin azroq so'ng piyoz, samsaq, sinjang degandek mush materiallarni tayyorlaymiz. Bularni amina qalam chiqib to'g'rab olamiz. Qolgan materialni qilish jarayoni sizlar. Javurning birini tayyorlab, buning ichiga go'shtimizni solamiz. To'qo go'sht bo'lsin bo'ldi, qo'y go'shti yoki kal go'sht bo'lsin bo'ldi. Go'shtni cho'qim qora yerini ishlatamiz. Buning tuzdan bir qo'shiq, ya'ni kichik bal qo'shiqda, oqmushdan bir qo'shiq, bal qo'shiqda, jizingdan, ya'ni tamjahirdan qo'yib, undan keyin tuxumning iqiga bir tal tuxumning yerimini ishlasak bo'ldi. Go'shtchi bo'lsa bir butun tuxum ishlasak bo'ldi, iqidan. Mushtaqib yaxshi aralashtirib tam kirgizib olamiz. Buningga yana shudan ya'ni suv kraxmali ishlatamiz. Suvdan bir piyola tayyorlab, kraxmala, mavu, xunshudan ya'ni tatliq yog'ning kraxmali, o'shani bir qo'shib atrofida qo'yib, yaxshi aralashtirib, buningga suv kraxmal tayyorlab olamiz. Ananki go'shtimizning ustiga azroq miqdorda yerimini qo'yib, yaxshi aralashtirib, go'shtni yumshatamiz. Mushtaqib tanshaymiz. Buningga yana bir qo'shiq atrofida sumaya, adetki sumay bo'ldi, shuni undan qo'yib, yaxshi aralashtirib 10 minut atrofida qo'yib qo'yamiz, tam yaxshi sinsin. Qozonga muvofiq miqdorda moy qo'yib, qizitamiz. Bak qizib ketmasa, normal miqdorda qizg'andalar sinjonni silib, qo'rsoq bo'ldi. Bo'lmasa, sinjon kuyikib qoldi. Sinjonni xushbiroq hidi chiqqan zamatla, undan keyin go'shtimizni sep qo'raymiz. Go'shtni biroz qo'rg'andan keyin mana bu holat keldi. Yerim pishgan holatda. Buningga mavu julaning purchoq qiyamidan bir qo'shiq to'kimiz, anandan qizil lazimizni to'kib, mush bir tarafida qo'rib, mayda azroq mana xush purqon chiqarib olamiz. Chiqib bo'lgandan keyin go'shtlarni aralashtirib qo'rsoq bo'ldi. Biroz qo'rg'andan keyin sabzini silib qo'raymiz. Sabzini qo'rib sal bo'shig'anda tarxamakni silib qo'raymiz. Undan keyin so'ng piyozni silib qo'raymiz. Bak uzun qo'rmaymiz. Darhol aralashtiribla, undan keyin dori-darmonlarimizni sasoq bo'ldi. Buningga tuzni muvofiq miqdorda yana solamiz. O'zimizning mush iste'mol qilish ahvolimiz qarab sasoq bo'ldi. Tuzni anandan keyin tamjahirdan yana azroq normal miqdorda sevitib, anandan keyin shakardan bir qo'shiq atrofida solamiz. Silib buni yana qo'raymiz.